Emil Durkheim kapitalizm nega bizni boy qilsa-da, ko'pincha qanday qilib bizni baxtsizroq qilishi mumkinligini eng yaxshi tushuntirib bera oladigan faylasufdir. U 1858-yilda Fransiyaning Germaniya chegarasiga yaqin Epinal nomli kichik shaharchada tug'ilgan. 40 yoshga yetganida u juda muhim va nufuzli lavozimga tayinlandi. Parijdagi Sorbonna universitetida professor bo'ldi. Durkheim o'z davrida Fransiyaning mislsiz keskin o'zgarishiga guvoh bo'ldi. An'anaviy qishloq xo'jaligi jamiyatidan chiqib, shiddat bilan rivojlanayotgan shahar industrial iqtisodiyotiga o'tish jarayonida u mamlakati qanday boyib borayotganini ko'rdi. Kapitalizm bu borada nihoyatda samarali edi. Bir jihatdan u insonlarga ozodlik olib kelayotgandek tuyulardi. Ammo Durkheimni eng larzaga solgan narsa bu iqtisodiy tizimning odamlarning ongiga qanday o'zgartirayotgani. Ular asta-sekin o'zini o'zi yo'q qilish sari so'zning ayni ma'nosida o'z joniga qasd qilish sari yetaklayotganidir. U buni tobora ko'proq misollarda ko'rdi. Zamonaviylik muammosi haqidagi bu tushuncha Durkheim uchun juda muhim bo'lib, uning eng mashhur asari O'z joniga qasd kitobining asosiga aylandi. Kitob ko'plab fojiali holatlar bo'yicha rasmiy ma'lumotlarni tahlil qilishga asoslangan. U shuni aniqladiki, Fransiya industrialashgandan buyon o'z joniga qasd qilish holatlari keskin oshgan. Iste'molchi kapitalizmdan jamiyat hayotini egallab borgani sari bu ko'rsatkich yildan yilga ko'tarilgan. Masalan, Durkheim ta'kidlaydiki, uning davridagi Angliyada o'z joniga qasd qilish darajasi Italiyadagidan 2 barobar yuqori bo'lgan. Boyroq va rivojlangan Daniyada esa bu ko'rsatkich Buyuk Britaniyadagidan 4 barobar ko'p edi. Durkheim o'z joniga qasdni jamiyatdagi umumiy baxtsizlik va umidsizlik darajasining eng keskin ko'rinishi sifatida ko'rdi. U uchun bu zamonaviy kapitalizm yaratgan ruhiy iztiroblarning dahshatli cho'qqisi edi. U butun ilmiy faoliyati davomida odamlar nega zamonaviy jamiyatda shunchalik baxtsiz bo'lib qolayotganini tushuntirishga harakat qildi va u 5 ta asosiy omilni aniqladi. Birinchi omil erkinlik ortishi bilan yo'qotilgan tayanch. An'anaviy jamiyatlarda insonning kimligi klan yoki tabaqa bilan chambarchas bog'langan bo'lardi. Odamlar nimani qilishi, qanday yashash bo'yicha deyarli tanlovga ega emas edi. Kimdir novvoy bo'lardi, o'z qarindoshiga uylanardi va bundan uyalmay yashardi. Bular normal hol edi. Har kim jamiyatdagi o'ziga ajratilgan o'rinni hech qanday ikkilanishsiz egallardi. Ammo zamonaviy kapitalizmda inson o'z kasbidan tortib, e'tiqodi, turmush qurishi, hatto ijtimoiy doirasigacha hamma narsani mustaqil tanlashga majbur bo'ladi. Agar ishlar yaxshi ketsa, u kredit oladi, o'sadi. Ammo ishlar yomon ketsa, ular oldingidan ham og'irroq oqibatlarga duch keladi. Go'yoki hech kim aybdor emas, axir buni o'zi tanlagan. Ammo imkoniyatlar yo'qotilishi, rejalar barbod bo'lishi odam uchun dahshatli ruhiy zarbaga aylandi. Bu zamonaviy kapitalizm hayotining og'ir yukidir. Umid va umidsizlik